qarshi olganlarga, Allohning urganlarga, sajdaga bosh qo'yganlarga assalomu alaykum. Shu kunlarda yetganlarga, onajonim shod etganlarga, duo qilib turganlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun fayzli xonadonda katta bayram, katta tantana. Buning sababchisi mana shu xonadonning qirolichasi bo'lgan Erkatosh onajonimizni shukrona kunlaridir azizlarim. Onajonimizni hurmat, ehtirom bilan davramiz markaziga taklif etsak marhamat. Onajonim davramiz sizga muntazir shukrona kunlar bardavom bo'lsin marhamat. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqning, juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Mana barınca kurar kraliçe, kraliçe, kraliçe. Bu mana anam bular kraliçe, bu mana anam bular. Onajonimizga shukrona kunlari bardavom bo'lsin. Avvalambor onajonim, sizni bugungi shukronalik, shodiyonalik payg'ambarimizga ummat, yaqinlaringizga ne'mat bo'lgan shukronalik kuningiz bilan yaqinlarimga dil izhorlarim ro'yxati ijodkorlari nomidan muborakbod etamiz. Onajonim, ilohim umringiz uzoq, rizqingiz butun, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringizni, avlodlaringizni davomchilari bo'lgan shirindan shakar nabiralaringizni baxt kamolini, rohatini turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ko'ring onajon. Ularning yaxshi kunlarida, to'ylarida mana shunday davralarni to'g'rilarida savlat o'qib turishligingizni Allohimning ko'zi nasibimizga aylasin. Onajonim, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Ko'zlaringizdan faqatgina sevinch ko'z yoshlari oqsin. Onajonim, mana shu o'rinlarda sizga bir savol bilan yuzlansam maylimi? Tashakkur. Bizni loyihamizga murojaat etib, sizni xonadoningizga tashrif buyurishimizni so'ragan sizni eng yaqin insonlaringiz, qadr baland qadrdonlaringiz bor onajonim. Nima deb o'ylaysiz? Bu yaqin insonlaringiz kimlar bo'lishlari mumkin? Biz kimlar nomidan tashrif buyurdik onajon? Olqishlab qo'yamiz azizlarim. Juda ham ko'p aytdingiz onajonim. Sizni barcha yaqinlaringiz
oila a'zolaringiz nomidan tabriklashimizni so'rab, bizning loyihamizga murojaat etgan asosiy tabrik egalari albatta bu sizning oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz Sharif otajonimiz boshchiligida sizlarni Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringiz, Shahnoza opajonimiz va hozirda musofir yurtlarda halol mehnatlari ishlab yurgan Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringiz, Ozoda opajonimiz, Ma'ruf aka, Orif akalar nomidan hamda Shohista opajonimiz, Muxlisa opajonlarimiz nomidan tabriklaymiz. Bu tabrigimizga qo'shiladiganlar qadr baland qadrdonlaringiz, xudojonlaringiz hamda avlodlaringizni davomchilari bo'lgan Shirindan Shakar nabiralaringiz nomidan ham tabriklaymiz onajonim. Farzandlaringizni baxt kamolini rohatli qiling. Musofirdagi barcha vatandoshlarimizni Allohim o'z panohida asrasin onajonim. Shu bilan birgalikda sizni Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, o'g'illaringiz, ishonch tog'laringizni ham Alloh o'z panohida asrasin. Ishlarini rivojini, barakasini bersin azizlarim. Azizlarim, barchangiz mana shu fayzli xonadonga, Allohning nazari tushgan qutlug' xonadonga xush kelibsiz. Barchangizning xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlar, shukrona kunlar bo'lsin. Mana shu fursatlardan foydalanib, siz vatandoshlarimizni, barchangizni yangi yil 2026-yilni ilk kunlari bilan tabriklayman azizlarim. Yangi yil barchamizga omadlar, zafarlar olib kelsin. Oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik olib kelsin azizlarim. Marhamat, onajonimizni qadri baland qadrdonlar, onajonlarimiz ziyonlariga tabriklash uchun taklif etamiz. Shukrona kunlar muborak bo'lsin onajonim. Doim mana shunday yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz e'tibor markazida bo'ling. Sizni mana shunday hurmatingiz va shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin. Marhamat azizlarim. Onajonimizni turmush o'rtoqlarini taklif etsaga, marhamat Sharif otajonimiz. Marhamat otajon. Olqishlab qo'yamiz azizlarim. Farzandlaringizni baxt kamolini, rohatini turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ko'ring. Ularni yaxshi kunlarida, to'ylarida o'zingiz boshlaysiz. onajonimizga shukrona kunlar muborak bo'lsin, sarfolar muborak bo'lsin onajonim. Qadringiz doimo mana shunday baland bo'lsin onajon. Marhamat, doimo mana shu kunlar egochilik yuring onajonim. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin.
umr yo'llaringiz gullarga to'lsin, sizni tark etmasin mudom baxt omad. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmay hech qachon, oshiqcha qalbingiz ko'rmasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim onajon. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin onajonim. Marhamat. Sarfolar muborak bo'lsin onajonim. Yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz azizlarim, onajonimizning shukrona kunlari bardavom bo'lsin. O'rtangizdagi mehr-oqibat aslo ko'tarilmasin. Marhamat, olsin joylari ko'rishmoqdalar. Opa-singillik mehrli oqibatli olsin joylari. Marhamat. Onajonimizning yo'llari zor bo'lsinlar. Allohning uyi Ka'batulloh ziyoratlariga onajonimiz bilan birgalikda borib hojoti ona bo'lishlarga musharraf etsin Ilohim. Hoji onajonimiz yangi joylari ko'rishmoqdalar. Marhamat. Otajonimizga ham sarfolar bor ekanlar. Marhamat. Hoji otajonimiz marhamat. Akajonlarga o'z sarfolari bilan tashrif buyurgan ekanlar. Marhamat. Vaqtimizga doimo mana shunday jigarlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Shukrona kunlar muborak bo'lsin, sarfolar muborak bo'lsin otajon. Sizlarning mehribon bo'lgan kiyimlarni ko'rishmoqdalar. Chiroyli onangizga ko'zlar tegmasin azizlarim. O'rtangizdagi mehr-oqibat aslo ko'tarilmasin. Mana shu fayzli xonadonda faqatgina yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Sizlar esa mana shu xonadonni aziz mehmoni bo'ling azizlarim. Barchangiz xush kelibsiz. Onajonimizning shukrona kunlari bardavom bo'lsin. Mahalla do'stlari, yaqin insonlari, qadri baland qadrdonlari ko'rishmoqdalar. Marhamat. Shukrona kunlar muborak bo'lsin onajon. Marhamat. Onajonimizni qizlari ko'rishmoqdalar. Tilla taqinchoqlarning davomiyligiga azizlarim. Marhamat onajonim. Tilla onajonimizga mana shunday chiroyli tilla taqinchoqlar yarashadi albatta onajonim. Tilla taqinchoqlar muborak bo'lsin. Farzandlaringizni baxt kamolini, rohatini ko'ring onajonim. Doimo mana shunday qadringiz baland bo'lsin Ilohim. Azizlarim, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yaxshi niyatlar ila qadam ranjidaydigan qadri baland qadrdonlarimizni onajonim kunlar muborak bo'lsin onajonim. Mana shu xonadonga yaxshi niyatlar ila qadam ranjidaydigan duogo'ylarimiz bor ekanlar azizlarim. Davramiz markaziga duogo'ylarimizni taklif etamiz. Shukrona kunlar muborak bo'lsin onajonim. Marhamat, davramizga duogo'y onajonimizni akajonlari Xolmurod otajonimizni taklif etsak. Qaynukalari Zarif hoji otajonimizni hamda yangalari Dilorom yangajonimizni, Ovsinjonlari Maqsuda opajonimizni, xudojonlari Zibinson onajonimizni va farzandlari nomidan Shahnoza opajonlarimizni onajonimiz yonlariga taklif etsak, o'zlarining chiroyli dil so'zlari, tabriklari bor. Marhamat azizlarim, duogo'ylarim, davramiz sizlarga
muntazir. Onajonim shukronatlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat azizlarim. Davramizda to'ylarimizni taklif etdi. Marhamat. Marhamat otajon. Akalari yangam. Hoji ota marhamat. Chaqiring yangam akalari. Yangajonimizni, akajonlari ishonch tog'larini hamda qaynukalarini davramiz markaziga taklif etmagan. Marhamat otajonlarim. Davramiz sizlarga muntazir. Hoji otajonlar, marhamat duogo'ylarimiz. Maysalar unadi bosgan izidan. Nurlari yog'ilib turar yuzidan. Borin ayamagan o'g'il qizidan. Otamga o'xshamas hech bitta inson. Duolar qiladi qalbi dilidan. Shirin so'zlar chiqar mudom tilidan. Og'zidagi oshi bizga ilingan. Otamga o'xshamas hech bitta inson. Baxtimizga doimo duogo'ylarimiz. Ota-onalarimiz sog' va salomat bo'lsin. Marhamat hoji otajon. Kattakon rahmat, aytganingiz kelsin. Hoji onajonim marhamat. Duogo'ylarimizni davramiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. Yangajonlari, Dilorom yangajonimiz, Osinjonlar Maqsuda opajonimiz, xudojonlari Zebinso onajonimiz, farzandlari nomidan Shahnoza opajonimizni ham davramizga taklif etamiz. Marhamat, qadri baland qadrdonlarimiz, onajonlarimiz marhamat. Assalomu alaykum akajonim, yangajonim. Shukrona kunlar, bugungi yangi yillar muborak bo'lsin. Xushalo bayram. Mana shunday chiroyli davrada farzandlaringizni, iloyim huzurlarini ko'ring. Bu yil mana kichkinagina qilib hovlimizda qilib hovlilaringizni kelasi yil payt nasib bo'lsa, balalar ishini qo'yinglar, sizlarga topshiriq. Kelasi yil katta qilib musofirchilikda yurgan balalarimiz ham kelib katta qilib to'yxonalarda nishonlaymiz nasib bo'lsa. Katta qishloqdoshlar bilan uzoq-uzoqdan yurganlarimiz ham hammasini chorlab, iloyim qo'sha qaring, biz sizlarga har doim havas qilamiz. Iloyim sizlarga yo'llaringiz bersin, qo'shagina qaring, huzurlarini bersin shu farzandlarini. Bu safargi dasturxonlari ilohim hoji ota, hoji ona bo'lib, umra hajlay boring, katta hajlay boringlar iloyim. Alloh nima deymiz? Juda chiroyli, yaxshi niyatlar hammasi biz Allohdan so'raymiz sizlar uchun. Farzandlarni baxt kamolini, baxtli saodatli bo'linglar. Sizlar yo'llaringiz bersin ilohim. Rahmat sizlarga. Rahmat kattaga. Kattakon rahmat. Mana shunday chiroyli tilaklaringiz, niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Farzandlaringizni, nabiralaringizni baxt kamolini, rohatini ko'ring. Marhamat, turmush o'rtoqlariga so'z navbatini beramiz, otajon. Tabriklaylik, opajonim, tabriklaylik. Oxirgi marta qachon yaxshi ko'raman degan so'zni aytgansiz, otajon. Yaxshi ko'rganman, keyin yaxshi ko'rgan. Kelaman. Nima deydi? Bu Gullar bilan tabriklayman, opajon. Assalomu alaykum. Hammalaringizga xush kelibsizlar. Ayjonim, Darajonim, kattalar boshingizga sog' bo'ling. Niyat qilganmiz-a, kelasi yilmi qolgan kuniga hajga jo'natishga. Inshaalloh. 10 farzandimiz, o'rtalarimiz ham 31 dekabr. Aminaxon.
Kaçmaylarni ham xohlamaymiz. Şuna bir topa. Dua kılavurayım. Nime oraya. Kamera eksik olsun. Kattakon rahmat, Allohim aytganingiz kelsin. Shukrona kunlar qo'shaloq ekan azizlarim. Marhamat. Aminaxonni ham shukrona kunlari ekan. Aminaxon, umringiz uzoq bo'lsin. Ota-onalari, bobojon, buvijonlarni orzu qilganidek soliha farzand bo'lib voyaga yetsin Allohim azizlarim. Viloyat bo'yicha 3 marta, gimnastika bo'yicha 2 marta ikkinchi o'rinni, oxirgi marta 1 o'rinni olgan qizcha mana shu. Barakalloh, ofaring, marhamat, sovg'alar bilan. Va butun hozir O'zbekiston biladi buni. Gimnastikadan. Yutuqlari bardavom bo'lsin qizimizni. O'zbekiston bayrog'i faqat yuqoriga yetsin Allohim. O'zbekistonimizni faxrli qizlaridan bo'lsin. Ota-onalarni baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Xushaloq shukrona kunlar muborak bo'lsin azizlarim. Duo bo'ylarimiz bilan birgalikda barchangizni davra raqsiga taklif etamiz. Marhamat, quvnoq ayiqchamiz bilan birgalikda. Marhamat azizlarim.
otajonim. Otajonimizning talablariga binoan. Marhamat. Chiroyli oilangizni sizlarga nasib o'rtangizdagi mehr muhabbat aslo ko'tarilmasin. Otajon onajonlarimiz bilan davralar kuni davom etamiz azizlarim. Onajonimizni shonatilari bandalari. Ziyoratning dastidan Yolg'oni bo'lib tosh ko'zimdan oqar yosh yor Ziyoratining dastidan Faqatini zayrab hammadan avaylab Juda qattiq adashdim Oqardi sochim yorildi boshim Juda qattiq adashdim
bilan nazlanib yurgansan. Açma beni divan, çıkta balsam küçük balam. Arayıp küçük balam, vız. Labilerimden çakırıp alamam. Birleştiler yapılarımız, geçtiler kalplerimiz. Gelsinler ahırdır basarlar, çürüşerdi laplarımız. Gelsin, yarın gelsin, olma gelip bireydim canım gelsin. Gelsin, balım gelsin, işine bilen nazlanıp gelsin. Gelsin, yarın gelsin, olma gelip bireydim canım gelsin. Kattakon rahmat azizlarim, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Hali davrimiz bor otajonim. Davra raqslari hali ko'p davom etadi otajonim. Onajonimizni shifolar to'ylari bardavom bo'lsin. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Otajonimiz bilan baxtli hayot kechiring otajon. Marhamat, onajonimiz uchun chiroyli tortlarni tashkil etganlar shirinliklarni davramiz markaziga olib kelishingizni so'raymiz. Marhamat, farzandlarim, marhamat. Onajonim, hayotingiz ham mana shu tort kabi shirin bo'lsin. Tillaringizdan doim mana shunday shirin, bolday shirin so'zlar chiqsin ilohim. Onajonim, shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin onajon. Marhamat, onajonimiz bilan otajonimiz marhamat birgalikda mana shunday chiroyli tortlar. Sehrli shamlarni yoqib olamiz. Marhamat. Onajonimiz yo'llariga o'tib olasiz. Olqishlab turamiz. Onajonimizning shukrona kunlari davom bo'lsin onajonim. Farzandlaringizni baxtli ruh Umar, qara mana shamni yoqganda keyin shamni tutib olasan. onajon, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Chiroyli oilangizga ko'zlar tegmasin, o'rtangizdagi mehr-oqibat aslo ko'tarilmasin. Onajonimizning shukrona kunlari bardavom bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz azizlarim. Onajonimiz bilan otajonimiz birgalikda mana chiroyli tortlarimizni birgalikda kesadilar. Marhamat otajonim. Birgalikda. Marhamat, olqishlab qo'yamiz. Sizlar marhamat yordam beramiz. Marhamat, Shahnoza opajonimiz. Kim puflaydi buni? Aminaxonim. Aminaxon, marhamat, Aminaxon qarisiz. Marhamat, bobojon buvijonlarini yoniga Aminaxonni taklif etamiz. Xushaloq shukrona kunlar muborak bo'lsin. Otajonim marhamat, juft halolingizga, farzandlaringizni mehribon onajoningizga mana shunday chiroyli shirinliklardan ulashasiz. Marhamat, onajonimizni olqishlab qo'yamiz. Hayotingiz ham mana shunday shirin bo'lsin ilohim. Tillaringizdan doim mana shunday boldek shirin so'zlar chiqsin. Marhamat. Mana Aminaxon, qani sehrli sham chiroqlarimizni uxlab o'chiradilar. Marhamat, onajonlaridek mana shunday sog'liqli onajon bo'lsinlar ilohim azizlarim. Marhamat Aminaxon. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Rizqingiz sog' va salomat bo'lsin Aminaxon. Marhamat onajon. Qadrdonlaringizga ham mana shunday shirinliklarimizdan ulashasiz. Marhamat. Kattakon rahmat. Marhamat. Samarqand viloyat bo'yicha 2 marta ikkinchi o'rin, kechagi safarga birinchi o'rinni olib kelgan. Yutuqlari barcha bo'lsin ilohim. Aminaxon. Hayron. Hech kim
Marhamat onajonimiz. Onajonimizni farzandlarini taklif etsak-a? Marhamat, Alloh bergan bebaho ne'matlari farzandlari onajonlariga hamda mehribon dadajonlariga ham shirinliklardan ulashadilar. Marhamat. Onajonimizni shizona kunlari muborak bo'lsin onajonim. Baxtimizga duo go'ylarimiz sog'lik salomat bo'lsinlar. Qo'llarimni duoga ochib so'rayman. Mehribon onamga sog'lik tilayman. Qalbimni niyati baxtga o'rayman. Onamni doimo, otamni doimo asragin Alloh. Axir ular bo'lgan bizga suyanchiq, mehrlari daryo, ummondek to'lib, umriga umr berib o'zingga bog'liq. Onamni doimo, otamni doimo asragin Alloh. Yuzlari kulsin-da quvonchga to'lsin, davramiz to'rida doimo tursin, nabiralar uylantirib rohatin ko'rsin. Onamni doimo, otamni doimo asragin Alloh. Allohim ota-onalarimiz doimo sog' salomat bo'lsinlar. Marhamat, avlodlaringizni davomchilari bo'lgan shirindan shakar nabiralaringiz marhamat. Nabiralaringizni baxt kamolini, rohatini ko'ring ilohim. Onajonim, otajonim marhamat. O'shalar shukrona kunlari muborak bo'lsin. Onajonim, doim mana shunday qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Otajonimiz bilan uzoq yillar farzandlaringizni baxt kamolini, rohatini ko'ring. Allohim yuz yoshlar bilan yuzlashtirsin ilohim. Onajon, shukrona kunlar muborak bo'lsin. O'rtangizdagi mehr muhabbatga aslo o'zlar tegmasin. Marhamat azizlarim. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va barchangizni yana onajonimiz va otajonimiz bilan birgalikda davra raqsiga taklif etamiz. Marhamat, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Marhamat azizlarim.
minnatdorchiligimizni izhor etamiz. So'nggi so'z navbatini qirolicha onajonimizdan tinglasak, marhamat onajonim. Yarın qoldi ekan. Gapirib yuring yorim. Fahmim qilgani. Kattakon rahmat onajonim, Allohim aytganingiz kelsin. Shukrona kunlar. Qo'shaloq shukrona kunlar muborak bo'lsin. Azizlarim, barchangiz mana shu fayzli xonadonga xush kelibsiz. Barchangizga yangi yilimiz omadli yil bo'lsin, ilohim azizlarim. Onajonimizning shukrona kunlari bardavom bo'lsin. Har narsani boshi bo'lganidek, yakuni ham bo'ladi azizlarim. Birin topsa, birin topmagan dunyo. Tut tomoni qibla yetmagan dunyo. Topganin orqalab ketmagan dunyo. Omonat dunyoda omon bo'laylik. 5 kunlik dunyoda barchamiz mehmon. O'tkinchi umrimiz sinov imtihon. Hamisha g'animat insonga inson. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Inson degan nomga bo'laylik loyiq. Xayr saxovatli ishlar qilaylik. Bizdan, sizdan mehr muruvvat ko'rsin xaloyiq. Omonat dunyoda omon bo'laylik azizlarim. Barchangiz mana shu omonat dunyoda, g'animat dunyoda doimo sog' salomat bo'ling. Onajonim, o'zingizni mana shunday yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz uchun ehtiyot qiling. Doim Alloh panohida bo'ling. Chiroyli oilangizga ko'zlar tegmasin. Azizlarim, sizlarning bor markazingizda yaqinlarimga dil izhorlari loyihasi ijodkori, suxandoni Xolida Ravshanova bo'ldim. Ko'rganingizga, eshitganingizga rozi bo'lasiz azizlarim. Mana shunday chiroyli sahna bezaklari uchun Elmusli ko'r sahna bezaklariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz hamda qulnoq ayiqchalarimiz uchun ham Vohid akamizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Uzoq yo'llarimizni yaqin qilgan Bektosh akamizga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz azizlarim. Barchangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. İstalik uchun barchangizni onajonimiz bilan birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz hamda mana shunday fayzli, qo'shaloq shukrona kunlarimizni bir umr
qadrli hayot zarvaraqlariga muhrlayotgan Dilshod video studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz azizlarim. Barchangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling, marhamat azizlarim. Barchangizni fotosessiyaga taklif etaman.